siz 19-asr ilm sohasidagi eng cho'ng aldamchilikni bilamsiz? Ilgari maktab yuzi ko'rmagan bir odam bir xil yeziq kashf qilib, g'arb ilm sohasidagilarni aldab, dunyoda cho'ng zilzil paydo qilgan. Bu odam dal Xotan diyoridan chiqqan Islom Axun edi. 1890-yillarning oldi keynida savodsiz Islom Axun bir kichik tog'liq kentda ushaq-tushak setish tijorati bilan shug'ullanadi. U davrlarda boshqa ellardan har xil sabablar bilan kelib ketib turgan kishilarmo intayin ko'p edi. U nurg'un qatim kishilarning og'zidan Angliyaliklar Jungoning qadimki kitoblarini yuqori bahoda sotib olganligini, lekin ularning kitobdagi xatlarni qilich tonimaydiganligini anglagan. Bir kuni Axunning kalasiga ushtunqib bir xiyol keldi. Hamda o'zi qadimki kitobdan birini yasab chiqishni qaror qildi. U shu joyning ujma qo'ziq qog'ozini bir xil o'simlik bo'yoqchilab, ujma qo'ziq qog'ozini nihoyat tezlab qadimki tusga kirgizdi. Birinchi qadamning o'ngishliq bo'lganligidan xushal bo'lgan Axun qadimki yeziqdagi kitoblardan ko'rib olgan xatlarga taqlid qilib, ujma qo'ziq qog'ozining ustiga o'zimi bilmaydigan bir narsalarni yozishga boshlaydi. Shunday qilib, atalmish qadimki kitob o'ylamagan yerdan borliqqa keldi. Axun o'zining asriga qarab, uning haqiqatan bir kitob bo'lib chiqqanligiga kulgisi keldi. Lekin u yanada xotirjam bo'la olmay, qadimki kitobni maynat qo'llari bilan uvlashga boshlaydi. Orqadan daraxt yopirmog'i bilan kitob varaqlarini birma-bir islab, qo'ng'ir rangga kirgizdi. Kislotaliq moddalar bilan mismiqni bir taraf qilib, atalmish qadimki kitobni tuplab chiqdi. Hamda o'z uyining yanidagi qum ostiga bir oydan ortiq vaqt ko'mib qo'ydi. U o'zining haqiqatan bir qadimiy kitobni yasab chiqqanligiga ishonmaydi. Lekin u yana sinab beqishni qaror qildi va kitobni ko'lab chiqib, Xotanning ko'chalarida to'g'lab setishga boshladi. Darvaqa o'ylamagan yerdan haqiqatan bu kitobga qiziqadiganlar chiqdi. Bu vaqt taxminan 1889-yillar edi. Baver ismli bir Hindistonlik ofitser ma'lum sabab bilan Shinjongga kelgan bo'lib, Xotanning ko'chalarida Axunni uchirtib qoldi va ko'z oldida bir yo'ruq madaniyat yodgorligining turganligini ko'rdi. Ham bu kitobni qandoqlik qilmasin, cho'qim setib olish o'yiga keldi. Lekin u Axunning faqat 10 eshak so'rishini o'ylabmi baxmagan. Shunda qilib, u atalmish qadimiy kitobni setib oldi. Keyin Bauer bu kitobni Hindistonning Bengal Osiyo ilmiy jamiyatiga avatib berdi. Keyin Bauerning bu tekst ko'zi tutilib, uning unvonimi o'sgan. Ayni vaqtda bu kitobni angliyalik mashhur sharqshunos Howelli tadqiq qilgan. U bu kitobni nurg'un davlatlarning qadimki yeziqiga o'xshatgan. Lekin shuncholar izdanish orqali bu kitobning zoti qandoq yeziqda yozilganligini bilolmagan. Keyin u boshqa davlatlardan nurg'un tilshunos tadqiqotchilarni chaqirib kelib, o'rtaqlashish umidini ishga oshirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hech kim bu kitobning sirini ocha olmagan. Ham bizning bilim saviyamiz yetarli bo'lmaganligi uchun biz bu kitobni tushuna olmayotimiz deyishgan. Oxirida ular Xovellining boshchiligida bevosita sezimga asosan bu kitob O'rta Osiyoning milodiyat 4-asrdagi yeziqi bo'lishi mumkin deb bekitgan. Shuning bilan dunyodagi eng qadimiy bu kitob bebaho guharga aylanib, Palnoma deb nom berilgan. Ham dunyoni zilzilaga solgan. Bu vaqtlarda Axun bu savdo fursatining yaxshi foydalanib kelayotganligini tushunib yetib, tijoratini toza kengaytirayotgan chog'lar edi. Ular qadimiy kitoblarni Angliyaning Qashqarda turishliq bosh konsullikka bir aylangi setib berish bilan bir vaqtda yana Char-Rossiyaning bosh konsulligini setib berish bilan shug'ullanyotdi. Buning bilan qadimki kitoblar dunyoning har qaysi joylariga tarqalishga boshlagan. Lekin tilshunoslar bu kitoblarning mazmunlarini faqatla tushuna olmagan. Haqiqatan shundoq. Dunyoning siri qancha sirliq bo'lgan siri kishilarning uni bilgisi keladi. Qadimki kitoblarning tarqalishiga ergishib, chet ellik ekspeditsiyalarning qizg'inligi qo'zg'algan. Ham elimizga ko'plab madaniyat yodgorliklarini izlash uchun kelishga boshlagan. Ammo yolg'oni mangu rost bo'la olmaydi. Keyin ba'zilar qadimki kitoblarning chilliqidan gumonlanishga boshlagan. Dal shu chog'larda Axunmo soxtalikni chandurib qo'ygan. Bu Xovellining kitobni tadqiq qilayotganiga 3 yil bo'lgan vaqt edi. Keyin Stein ismli angliyalik bir arxeolog bu ishni tekshirish orqali Axunning burun qo'shnisining bolasidan Axunning haqiqiy salohiyatini bilgan. Hamda Axunni so'roq qilish orqali bu kitoblarning haqiqatan soxta ekanligini bilgan. Shunday qilib, amdili echilgan soxta ko'rinish yana asliga qaytgan. Stein bo'lsa darhol Xovelliga xat yozib, Axunning soxtalik qilish jarayonini so'zlab bergan. Aytishlariga qaraganda, Axunning o'ydirib chiqargan qadimiy kitobi ta hozirgacha Angliya davlatlik kutubxonasida saqlanib ekan. Ayni vaqtda Axun faqat ozroq pul tepishni o'ylagan. Ammo u o'zining ijodiyatining mutaxassislar tomonidan cho'nqirlab tadqiq qilishini o'ylabmi baxmagan. Bu ishni yakunlashga to'g'ri kelsa, faqat mundaq bir jumla so'zli bo'lishi mumkin. Faqat soxtalikni bilib olgandilar, ondan rostligini bayqag'il bo'ladi.